Yamalni ko'rsizmi? Atrofini tozalab, Barselonani mana muhitda Vinicius himoya qilyapti bu Galvarsda. Hamma narsada murabbiydan tortib majbur paxta qo'yadigan murabbiyni qo'yib qo'yishdi-da, lekin naryoqda tartibga tushirishdi-da. Tushirib juda ko'p narsani tozalab tashlabdi. O'zi ana oshna oynagarchilikni choyxonalarni ham yig'ishtirdi. Otasi ham chiqmay yo'q, chiqarmay qo'ydi. Barsa qildi shuni, borku. Ukasi ham so'rladi, ukasi ham ko'rinmay qoldi. 3 oydan beri o'sha mag'lubiyatdan keyin. O'zi juda oshib ketgan edi. Keyin juda zo'r PR harakat bo'ldiki, ana Samuray Jack qo'yibdi-ku anaqasida. Instagram sahifasida o'zi o'zgarib qoldi. Men hayron bo'ldim. Men anaqa banda a'zomi. Buni qarasam Yamal yo'q, lekin Yamal sahifasi. Samuray Jack turibdi. Yaxshi, Farruh vamiz bor baxtimizga ispanchadan ma'lumotlar beradi. U tushuntirdi. Bu qahramon ekan, o'sha Samuray jimlikni yaxshi ko'rib tayyorgarlik ko'rar ekan janglarga. O'sha jim bo'ldi, men jimman deganida. Umuman shunga e'tibor qarataman degan. Endi shovqinlanma. Shuni ushlab turibdi. Kecha ham keyin konfliktlarda ham sanga nisbatan qilishadi ataylab deb tushuntirishganiga kulib ketyapti. Oldindek emas. El Clasico endi u janjalda hamma qorayib qoldi, avvalda sarg'ayib ketdi. Ya'ni gap bu yerda futbol 18 yosh bora baribir u bola. Vinicius ham 18 yosh, o'smagan u, kelasi ham tengqur. Lekin atrof, Bobur misol uchun sizni bolangiz bor, meni bolam bor. Kelamiz har xil tarbiya beramiz. Haddan tashqari erkalik yursangiz ko'rsatadi hunarini. Bu indamay turadi, jim turadi. Bular ham bolaga o'xshagan gap kelasi ham. Yoshdan kelib chiqib. Erkalik yursa, murabbiyni ham qarshi qilib tursa, bunda turibdi. Arbeloga turibdi bor-ku. Men Albacete bilan o'yinda. Bu o'zgarmas ekan. Sen o'zing kaptar poylayotganda, nima qilasan unaqa qilib Arbeloga? Arbelo nima desam ekan deb matbuot anjumanini maqtab o'tiribdi. Lekin o'yin paytida rosa aytadi Arbelo. O'ziga o'zi gapirib. O'sha o'yin shaxladi bu. Shunaqa ming'il